Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Mana bugun biz Pillakashlik mahallasi, Pillakashlik ko'chasi. Mana Navruz bog'idan kirib kelish. Shunoq kirib kelganingizdan o'ng qo'lingizga mana shunaqa 3 ta 7 qavatli, 8 qavatli domla joylashgan. Shulardan hozir birinchi qavat 2 xonalik 52 kvadrat metrli uyimizni sotuvga qo'yamiz. Hozir ichki qismlarini ham ko'rsataman. Mana bu hovlisi. Ko'rib turibsizlar, chiroyligina qilib mana bunaqa besetkalar. Oldida mana bunaqa ariqlar, suvlari bor mana. Mana stenka mana. Ko'rib turibsizlar, bunaqa qilib oldidan ariqlardan suvlar o'tib turadi. Mana juda shinam, juda chiroyli. Lokatsiyasi ham juda zo'r joydan uy qidirib yurganlar uchun mana juda zo'r variant. Hozir ichki qismini ko'rsataman, o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Birinchi qavat 2 xona 52 kvadrat metrdan iborat. Uyimizda remontlari qilingan, aboylari qilingan. Eng qizig'i uyimiz liftlari bor. Juda chiroyli qilingan. Mana bu podyezdga kirish qismi. Ko'rib turibsizlar o'zlaringiz, juda akkuratli, chiroyli ishlangan. Mana shunaqa qilib eshiklar qo'yilgan. Kirishdan bu koridor qismi mana. Ko'rib turibsizlar. Eshiklari ham juda chiroyli, aboylari ham juda chiroyli tanlangan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Отопление topli pollarigacha qilingan. Ko'rib turibsizlar, xonalarda remonti mana. Aboylarigacha qilib qo'yilgan. Kirishdan o'ng qo'ldan bu birinchi xonasi edi. Ikkinchi xonamiz mana oshxona bu. Oshxonamiz mana shunaqa qilib mana kafellar terib qo'yilgan, aboylar qilingan. Kartollarimiz ham o'rnatilgan. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana chopli pollagacha qilingan. Vannaxona, oshxona, koridor qismlari chopli pol bo'lgan. Bu turdagi xonamiz mana bu mehmonxonasi.